Assalomu alaykum. Bugun sizlarga ajoyib bir retsept o'rgataman ertalabki nonushta uchun. Bitta kartoshkamizni pare-pare qilib to'g'rab olamiz va qizib turgan tovamizga birin-ketinlikda hammasini solib chiqamiz. Bu qizarib turguncha ismalog'imizni mayda qilib to'g'rab olamiz. Qovurilgan kartoshkamiz ustiga tabga ko'ra tuz, ziravorlar solamiz. Albatta buni sizlar ham tayyorlab ko'ringizlar. Sizlarga ham yoqadi. Va qizargan tomonini bir ag'darib chiqamiz. Ismimizni chaqib solib, tabga ko'ra unga ham yana tuz, ziravorlar qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Qovurilayotgan kartoshkamiz ustiga yoyib 2-3 minutga qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mana mazali ertalabki nonushtamiz tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang.